Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Xitoy bosh elchisi bolalarning ota-onalaridan ayirib etilganligini inkor qildi. Kishilik huquq tashkilotlari Amerika hukumatini jiddiy tadbir qo'llanib, Sharq Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatni to'xtatishga chaqiriq qildi. To'lqin esa Amerikaning Germaniyadagi bosh elchisi Richard Kernel bilan ko'rishdi. Uyg'urlarning g'ayrimaddiy madaniyat meroslari Qozog'iston Uyg'ur nomli bir yurish asari e'lon qilindi. Tövəndə dixtanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitayning Angliya turishliq bosh elchisi Liu Xiaoming Sharq Turkistonda Uyg'ur farzandlarining sistemali holda ota-onasidan ayirib etilganligini inkor qildi. Angliya BBC tori yaqinda Uyg'ur farzandlarining Xitoy doiralari tomonidan majbur holda atalmış yotoqliq maktablarga avatilib, ota-onasidan ayirib etilganligi haqida bir hujjatli film ishlab tarqatgan edi. Tanqidchilar Xitoyning bu qilmishini bolalarni ota-onasidan, tili va e'tiqodidan ayirib etish deb qaragan. Xitoyning Angliya turishliq bosh elchisi Liu Xiaoming BBCning ziyoratini qabul qilganda, bolalarni ota-onasidan ayirib etishlik bir ish yo'q. Hech bu baxmidi deb inkor qilib, nomussizlarcha agar siz farzandlardan ayrilib qolgan kishilarni bilsangiz, ismini deb bering. Biz tepishga tirishaylik degan. BBC to'plagan dalil isbotlardan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda faqat bir yezidlar 400 dan ortiq bolalarning ota-onasining turli bo'htam qaralash bilan qamab qo'yilib, har ikkilisidan ayrilib qolganligini, muhojirat yashayotgan farzandlardan ayrilib o'lik tirikligini bilmaydigan yoki Xitoy hukumatining qurgan har xil nomdagi yasli, maktab, darul-tomda xitoylashtirish, menga yuvish tarbiyasi elib berilayotgan bolalarning ota-onasining bergan guvohlik videosi bilan ishlangan haqiqiy hujjatli film orqali butun dunyoga yana bir qatim jonliq bildirildi. Xitoy hukumati garchi tutqun qilingan kishilarning asabiylik qarishtirish uchun ta'sis qilingan atalmish kasbiy tarbiyalash markazlarida tarbiyalanayotganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin dalil isbotlar nurg'un kishilarning e'tiqodini ifodalaydigan oddiy ishlar sababli yoki Turkiya bilan aloqasi bor degandek bahonalar bilan qamab qo'yilganligini o'ttirg'i chiqargan. 5-iyul kuni Sharq Turkiston norozilik namoyishi, shundaqla qonliq bostirish qatlam voqeasi yuz berganligining 10 yilligini xotirlash kunida Amerika Kongressi va ma'muriy doiralar, Amerika Avom palatasi a'zosi Jim McCorrin va Kengash palata a'zosi Marco Rubio tövəndiki bayonotni e'lon qilib, Amerika hukumatini jiddiy tadbir qo'llanib, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa millatlarning tutqun qilinish va yuqori texnika bilan nazorat ostiga elinish masalasini hal qilishga chaqirdi. Xitoy hukumatining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida kishilik huquq va asosiy erkinlikka tajovuz qilishining uzun va fojialik tarixi bor bo'lib, Amerika hukumatini tadbir qo'llanib, Xitoy amaldorlari va shirkatlarining atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan bo'lish ehtimolligiga qarata javobgarlikni surish qilishga chaqiriq qilgan. Garchi qisman texnik shirkatlarga ma'lum darajalik tadbir qo'llangan bo'lsa-mu, afsus hozirgacha Sharq Turkistonda kishilik huquq dafsandichilik yurgizayotgan biror shaxsga xalqaro kishilik qonun orqali jazo ko'rilmadi. Nurg'un bayonot e'lon qilindi. Lekin bu bo'linayotgan ig'ir zulmga nisbatan yetarli tadbir qo'llanmadi. 3-aprel Avom palatasi a'zosi Jim McCorrin bilan Kengash palata a'zosi Marco Rubio shundaqla 41 nafar Amerika Kongressi a'zolari Amerika hukumatini dunyodagi eng ig'ir kishilik huquq krizisini jiddiy bir talab qilishga chaqirganligini, hozirgacha javob kelmaganligini, odamning ko'ngli yerim qildigan bu xotirlash kunida qayta Amerika hukumatini Xitoy amaldorlarining mas'uliyatini surish qilishga chaqirganligini, uzundan beri Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida xolig'ini qilib, izchil qonuniy jazoga tortilmay keldi. Amerika cho'qim axloq va haqqoniyat jihatga rahbarlik qobiliyatini ko'rsatishi, xalqaro jamiyatmo cho'qim inkos bildirish kerakligini astoydillik bilan ta'kidladi. Amerikaning Germaniyadagi elchixonasining taklifi bilan 3-iyul kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa poytaxt Berlinga berib, bosh elchi Richard Kernel apandi bilan suhbat olib borgan. Suhbat muqaddimasida To'lqin Aysa apandi Amerika bosh elchisiga Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va nuqtali holda jazo lagerlari masalasi shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'risida ma'lumot bergan. Bosh elchi so'zida Uyg'ur masalasining o'ziga notunish emasligini, Uyg'urlarning umumiy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotganligini, jazo lagerlari masalasida o'zining qo'ldan kelishicha harakatda bo'lganligini ifoda qilgan. To'lqin esa bu suhbatda Sharq Turkistonda jazo lagerlari masalasi o'tirg'i chiqqandan keyin Amerika hukumatining bu masalaga jiddiy muomala qilib kelganligini, Xitoyning jazo lagerlariga qarshi aktiv faoliyati bo'layotgan Amerika rahbarlariga o'zining Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytadiganligini bildirgan. U so'zida yana Amerika hukumati va rahbarlarining Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligi ham jazo lagerlariga qarshi muomalasining yolg'iz eg'iz harakati bilan cheklanib qolmay, Xitoyni jazolaydigan amaliy tadbirlarga murojaat qilishini, shundaqla Amerika Avom palatasiga sunilgan Uyg'urlarga munosabatli qonunlarni Amerika hukumatining bir kun bo'lsa-mu baldirroq ma'qullashini umid qiladiganligini o'tirib qo'ygan. Bosh elchi Richard apandi bo'lsa, Uyg'urlar masalasining Amerikaning tashqi siyosatidan o'rin olganligini, Amerika hukumatining Uyg'urlarning vaziyatini davomli yaqindan kuzatib turadiganligini ta'kidlagan. To'lqin Aysa apandining bildirishicha, jazo lagerlari masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq kengashidan olqitib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashiga ko'tarib chiqish Dunyo Uyg'ur qurultiyining navbatdagi muhim, biroq amalga oshirishi qiyin planlardan biri ekan. Ammo uning ta'kidlashicha bu plan amalga oshgan.
Amerika elchixonasida ilib berilgan suhbatda Amerika bosh elchisi Richard Apandi 7 ayning 2 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi yig'inida Amerika bilan Germaniyaning birlashib jazo lagerini darhol taqash to'g'risida Xitoy qattiq besim ishlatganligini oshkorlagan. Suhbat xotimasida bosh elchi Richard Apandi o'zining jazo lagerlari masalasida Germaniyaning munosabatli organlari bilan izchil ko'rishib turayotganligini, ular bilan hamkorlashib Uyg'urlar vaziyatiga ko'ngil bo'lishning o'zining insoniy burchi ekanligini eskartgan. 4-iyul kuni Amerika mustaqilligining 243-yillik xotir kuni bo'lib, Germaniya poytaxti Berlindagi Amerika elchixonasimi bu kunni cho'ng marosim bilan xotirlagan. Marosimga har qaysi davlatlarning elchilari, diplomatlar, davlat arboblari qatnashgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandimi Uyg'urlar vakolatan bu marosimga alohida taklif bilan qatnashib, marosimda ko'plagan davlatlarning elchilariga Uyg'ur masalasini to'ntish fursatiga erishgan. 2-iyul kuni Turkiya Cumhuriyeti chet eldagi turklar va qarindosh millatlar idorasida Uyg'urlarning g'ayri-moddiy madaniyat maroslari Qozog'iston Uyg'urlari nomli tadqiqot turini to'nishtirish marosimi o'tkazildi. Mazkur tur plani asosida Turkiya Navshahardagi Hoji Bektash Vali universitetining o'qituvchisi doktor Adam Öger apandi boshchiligidagi 4 kishilik guruh Uyg'urlarning g'ayri-moddiy madaniyat maroslari Qozog'iston Uyg'urlari nomli cho'ng hajmli kitob, Qozog'istonda nashr qilingan kitoblar nomli kitob va Qozog'istondagi Uyg'urlar tonishtirilgan hujjatli film ishlagan. Bu tonishtirish marosimiga parlament a'zosi Ruhi Arsoy, Qozog'istonning Anqaradagi bosh elchisi Sapar Beqquli apandi, Turkiya Cumhuriyeti chet eldagi turklar va qarindosh millatlar idorasining boshlig'i Abdullah Aran apandi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram apandi, Turkiyadagi tunilgan folklorshunoslar va Uyg'urshunoslar, shundaqla Anqaradagi Uyg'urlardan bo'lib, ko'p sonli kishi ishtirok qildi. Doktor Adam Öger apandi echilish nutqida Uyg'urlarning boy madaniyatga ega ekanligini, Uyg'ur madaniyatining barliq turkiy xalqlarning madaniyatiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan, hatto Xitoy madaniyatiga ta'sir ko'rsatganligini bayon qilib, Uyg'urlar intayin qadimiy tarixga va boy madaniyatga ega. Shunga turk madaniyatining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Uyg'urlar o'ltiraqlashgan joy qadimdan tortib, Ipak yo'li ustiga joylashgan bo'lg'achqa, har qaysi millatlar o'rtasidagi madaniyat almashishga muhim rol o'ynagan. Ulardan boshqa Uyg'urlar burunlar shahar turmushiga ko'chgan bo'lg'achqa, ularning kultur, san'at, ilm-fan, til yoziq, adabiyot, rasm va musiqa qatorliq ko'p sohalarda o'ziga xos maroslar shakllangan. Uyg'ur madaniyati boshqa turkiy xalqlarga, hatto Xitoy madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan degan. Ma'lum bo'lgandek, Qozog'iston Uyg'urlar vatandan qolsalar, Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan davlat. Uning ustiga Qozog'istondagi Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlar ichida ona tilini, milliy kimligini eng yaxshi saqlab kelayotgan to'pliq hisoblanadi. Doktor Adam Öger apandi o'zlarining tayyorlagan 2 kitob, bir hujjatli film haqida to'xtalib, Qozog'istondagi Uyg'urlarning asosiy qismi Almuta bilan Qo'rg'os o'tirisidagi 3 rayoni, Chelak, Yarkan qatorliq joylarda yashamoqda. Bu rayonlarda tekshirish olib berib, material to'plash va bu asarlarni yozib chiqqanligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi doktor Erkin Akram apandi Uyg'ur madaniyatini saqlash va uni dunyoga to'ntish uchun bu xildagi emgaklarning muhim ahamiyatga ega ekanligini bayon qildi. Qozog'istonning 2014-yil e'lon qilgan statistikalarga asoslanganda, Qozog'istondagi Uyg'urlarning nupusi 246 ming atrofida ekan. Qozog'istonda 62 Uyg'ur maktabi, Uyg'ur teatri va Uyg'ur nashriyatlar bor ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.